Muazzam Boboyeva Namangan davlat texnika universiteti ilmiy tadqiqotchisi va ayni paytda Namangan davlat chet tillar instituti o'qituvchisi. Muazzam opa, assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Juda ham xursandmiz, chunki O'zbekiston kelajagi mana shunday haqiqiy olimlar, ilm egalari qo'lida, ziyolilar qo'lida deya olamiz. Va bilamizki, bugungi kunda ham o'qituvchilik yo'nalishida maqomida ishlayotgan faoliyat olib boryapsiz. Shu bilan birga o'zingiz yaxshi ko'rgan qalb sohasida deymiz, ilmiy tadqiqotchilik ishlarini ham bir vaqtni o'zida olib boryapsiz. Birinchi navbatda siz bilan savol-javob qilishdan oldin tabriklaymiz. Rahmat katta. Albatta bayramingiz yaqin. Rahmat kattakon. Va ilmiy tadqiqot ishi juda ham qiziq. O'qidik, savollar bilan tanishib chiqdik, lekin bundan avval o'qituvchilik kasbiga to'xtalmoqchi edik, chunki bugun aynan mana shu ustozlik kasbiga nisbatan uni maqomi ko'tarilgan, eng qadri har tomonlama bir ulug' kasb sifatida e'tirof etilyapti, to'g'rimi? Shaxsan siz o'z hayotingizda o'qituvchi ekaningizdan qanchalik faxrlanyapsiz? Qanchalik bugun baxtlisiz? O'zi bu kasb qaysidir ma'noda sizni tanlagan kasbmi yo shunaqa qilsam bo'ladi, to'g'rimi? Yoki hayot o'zi tanlab bergan kasbmi? Albatta. Avvalambor o'qituvchilik kasbi bizning ota tomondan ham, ona tomondan ham, bobo buvlarimizdan meros bo'lib o'tgan. Ota-onam ham shaxsan o'qituvchilar va biz oilada 4 ta farzandmiz, 4 tamiz ham o'qituvchi bo'ldik. Ofarin. Butun oilani tabriklarkanmiz. Rahmat kattakon. Yoshligimdan shu o'qituvchilik kasbiga mehr uyg'ongan, oilamizdan, otamdan, onamdan o'tgan va birinchi faoliyatimni O'zbekiston davlat jahon tillari universitetini bitirganimdan keyin maktabda o'qituvchi sifatida faoliyatimni boshlaganman va birinchi borganimda maktabga ustoz deb yugurib kelib shundoq quchoq ochishganda o'sha chingiz g'alati bo'lib ketadi. Ustoz deb talpinib, savollar berib, hurmatingizni joyiga qo'yishadi va shundan mehrim oshib to'g'ri kasbni tanlaganimga amin bo'lganman. Demak, bu qondan o'tib kelayotgan sulolani faoliyatini davom ettiryapsiz ekan. Bu juda ham go'zal. Va ayni paytda aytishimiz mumkinki, yaqin mana qisqa vaqt ichida ustoz murabbiylarga e'tibor juda ham kuchaydi. Siz o'zingiz faoliyatingiz, masalan, ilmiy tadqiqot qilyapsiz. Mana shu jarayonlarda his qilyapsizmi? Albatta, bu juda o'qituvchilik kasbi sharafli hamda mashaqqatli kasb hisoblanadi. Avvalambor shu ilmiy izlanishga kirib borishdan avval shu O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida o'qib borganimda ustozlarimiz bizga bergan maslahatlari, bilimlari orqali ilmiy tadqiqot qilishga ham muhabbat uyg'ongan va bu biroz cho'zilgan bo'lsa-da, lekin shu oilaviy tashvish, endi biz qiz bola, ayol kishimiz, shu oilaviy nimalardan o'tgandan keyin shu ilmiy tadqiqotimni davom ettirishga qaror qildim va Namangan davlat texnika universitetining hozirda mustaqil tadqiqotchisiman. Ilmiy rahbarim esa Qo'ldoshev Akromjon Mahmudovich, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti professori bo'ladilar va shu fursatdan foydalanib ularni ham institutimiz jamoasi, Namangan davlat chet tillari institutining jamoasi o'qituvchilarini va sobiq ishxonam, ya'ni Namangan shahar 31-maktab Namangan shahar 31-maktab o'qituvchilarini ham kelayotgan bayramlari bilan chin qalbimdan tabriklayman va hozirda Namangan davlat chet tillari institutida ilmiy faoliyatimni, ilmiy izlanishlarimni olib borishda kattadan katta yordam ko'maklarini ayamayotgan til va tarjima fakulteti dekani Musirov Sohibjon domla hamda ingliz tili o'qitish metodikasi kafedrasi mudiri Amanov Akmaljon ustozlarga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Nima qiyinchilik, nima yordam bo'lsa labbay deb doim yordam berishyapti. Rahmat. Shuncha gap so'z bu aytilyapti, fikrlar bildiryapti va siz boshlagan ishingiz haqida aylantiryapsiz, lekin aynan nimadaligiga qiziqyapman hozir. Biz sekin kelyapmiz. Men o'sha joyiga o'zi nima ekan bu ilmiy ish, nima qilmoqchi, u nimalarga o'zi yordam beradi, mana shu jarayonlar. Mamlakatimiz rivojida qanchalik ahamiyati bor, qanchalik ahamiyati bor. Va bu yo'nalishni nima uchun tanlagansiz? Mana shular haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Avvalambor dissertatsiya mavzuyim an'anaviy va standartlashgan o'lchov birliklarining lingva madaniy va funksional semantik tadqiqi nomlanib, bu ilmiy ishim nima desam bo'ladi, ingliz va o'zbek tillaridagi o'lchov birliklari, ayniqsa standartlashgan hamda an'anaviy o'lchov birliklarini o'zaro bir-biriga taqqoslash va uni bu o'lchov birliklari bilasizmi, xalqni hayotini, turmush tarzini, ularni
tafakkurini ifodalashda yordam beradi. Shuning uchun shu mavzuyimni o'lchov birliklari, ayniqsa standartlashgan hamda an'anaviy o'lchov birliklarini tadqiq qilishga qaratdim. O'z e'tiborimni qaratdim va shu ishda ilmiy izlanish olib bormoqdaman. Nima uchun aynan mana shu mavzuni tanladingiz? Chunki bilasizmi, maktabda o'qigan chog'imdayoq adabiyotlarimizda, adabiyot fani o'tilganda har xil asarlarda, she'rlarda o'lchov birligiga oid so'zlar, ya'ni ayniqsa ya'ni ingliz adabiyotini o'qiganimizda funt sterling yoki bo'lmasam food degan o'lchov birliklariga duch kelganmizda adabiyotlarda. Keyin menda qiziqish uyg'otgan va qadimgi o'zimiz o'zbek adabiyotida ham qarich, odim, gaz kabi o'lchov birliklarini bular qanaqa qilib bu holatda kelib chiqqan ekan deya shunga qiziqish bildirib, keyin bu qiziqishim navbati bilan oliy ta'limda davom etdi va oxiri shu ish bo'yicha ilmiy izlanish olib boraman deb qaror qabul qilganman. Juda ham yaxshi. Bu maktabdan boshlangan ekan. Eng muhimi o'sha ilmiy tadqiqot mavzuyingizni o'zingiz yurakdan his qilsangiz, bu o'sha yengilliklar bo'ladi. Aynan sizda tug'ilgan savollarga bevosita maktabni o'zidayoq o'quvchilar uchun javob bo'ladi. Albatta. To'g'rimi? Va yana bir savolimiz aynan an'anaviy va standartlashgan o'lchov birliklari o'rtasidagi farq haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Ajoyib savol uchun kattakon rahmat. Avvalambor, bilasizmi, an'anaviy o'lchov birliklari standartlashgan o'lchov birliklariga nisbatan qanday farq qiladi? An'anaviy o'lchov birliklari xalq hayotida o'zini tajribasidan o'tkazgan va qabul qilingan o'lchov birliklari hisoblanadi. Masalan, aytaylik, mana odim, qarich, gaz kabi o'lchov birliklar an'anaviy standart o'lchov birliklari bo'lsa, standartlashgan o'lchov birliklar butun dunyo sistemasiga qabul qilingan, ilmiy tarzda asoslanib kelgan va ko'p tillarda ham bir-biriga o'xshash holatda qabul qilib talaffuz qilinadigan o'lchov birliklaridir. Hisoblanadi. Yana bir savol, ingliz va o'zbek tillaridagi o'lchov birliklarining o'xshash va farqli jihatlari nimalardan iborat? Hozirgina ta'kidlab o'tganimdek, ingliz tilidagi hamda o'zbek tilidagi standartlashgan va an'anaviy o'lchov birliklarining o'xshash tomoni shundan iboratki, bular talaffuzi jihatidan ham, yozilishi jihatidan ham bir-biriga o'xshaydi. Masalan, ingliz va o'zbek tilidagi vazn o'lchov birliklari yoki bo'lmasa masofa o'lchov birliklari yoki vaqt o'lchov birliklarini keltirishimiz mumkin. Masalan, mana o'zbek tilidagi minut so'zi ingliz tilida minut, ya. Ingliz tilidagi second so'zi o'zbek tiliga sekund tarzida kirib kelgan. Farqli jihati esa har bir tilni o'zini turmush tarzi kelib chiqishi holatidan qabul qilingan o'lchov birliklari. Masalan, inglizlarda pound yoki bo'lmasam inch, mile kabi o'lchov birliklari bo'lsa, o'zbek tilida odim, qarich, odam yoki gaz, tovon kabi o'lchov birliklari mavjud. Va u o'zidan farq qiladi bir-biridan. Albatta, yana bir eng muhim savolga keldik. Dissertatsiyaning yangiligi nimada? Muhimligi, yangiligi? Ushbu dissertatsiyamning ilmiy yangiligi shundan iboratki, bilasizmi, O'zbekistonda an'anaviy standartlashgan o'lchov birliklarini ingliz va o'zbek tillarida ilk marotaba bir-biriga qiyoslab, ularni lingva madaniy jihatidan ham funksional semantik jihatdan tadqiq qilinganligidadir. Eng asosiy yangiliklardan biri bu. Bu juda ham ajoyib. Va aynan mana shu ilmiy ish bilan bog'liq kelgusida qanaqa bir yangiliklar, rejalar bor? Albatta, bu ilmiy ishimni yoqlaganimdan keyin to'xtab qolish yo'q. Ilm ahli har qancha ilm o'rganganingiz sari yana deb o'rgangingiz kelar ekan. Shuning uchun shu o'lchov birliklariga oid o'quv adabiyotlari yoki bo'lmasam lug'atlarni tuzishda o'zimni tavsiyalarimni ishlab chiqmoqchiman hamda bundan tashqari nafaqat ingliz va o'zbek tillarida, balki turk tilida ham shu o'lchov birliklarini bir-biriga qiyoslashni kelgusi yo'nalishimda, kelgusi rejalarimga kiritganman. Eng katta rejalardan biri mana shu. Albatta, ana shu rejalaringiz muvaffaqiyatga aylansin deb qolamiz va kelgusida bu jarayonlar kelayotgan avlod uchun, yosh avlod uchun samarali bir xizmat qiladi deb ayta olamiz. Albatta, Muazzam, endi baribir ham ayni paytda yoshingiz nechida?
36 yoshdaman. 36 yoshda bu yosh hisoblanadi hali va bu yoshda anchagina natijalarga erishdingiz. O'zingiz oldinga qo'ygan maqsadlarga erishdingiz. Va mana shu maqsadlarga erishganda, ayniqsa o'sha o'qituvchilik kasbi haqida juda ham ta'sirli so'zlarni aytdingiz. Eng muhim omillar nimalar bo'ldi? Yaxshi muvaffaqiyatlarga erishayotganingizda sizga kuchli ta'sir qiladigan qanaqa bir metodlar, uslublardan foydalanyapsiz? Bizning dasturimizni bevosita ota-onalar tomosha qilishadi, shu bilan birga ilmga qiziqqanlar, auditoriyamiz juda ham keng. Va nafaqat Vodiy, balki Tojikiston, Qirg'izistonda ham tomoshabinlarimiz bor. Siz kabi yoshlar, o'zini sohasida yaxshi natijaga erishayotganlar tajribalari bilan ularga ruhlantirishadi, ilhom berishadi. Shu ma'noda sizni muhitingiz, o'zingga xos hayot falsafangiz haqida eshitmoqchi edik. Bilasizmi, boya aytganimdek, bolaligimdan bu ustozlik, o'qituvchilik kasbiga mehrim, muhabbatim oshgan va ilk bora magistraturaga o'qishga kirganimda rahmatli bobom aytgandilar: "Qizim, bu ishga kirishding, to'xtamagin. Biz qila olmaganmiz. Albatta, sen bu ishni oxiriga yetkazasan va olima qiz bo'lgin" deb o'git berganlar. Har doim charchagan, qiynalgan paytimda baribir har bitta ishda muammolarga duch kelish bor. Shu payt shu bobom rahmatlik gavdalanib, "Qizim, to'xtamagin" deb ruhlantirishlari shunda ko'z oldimga keladi va yana ilmiy izlanib, harakatlanib, bilasizmi, o'sha ilm dargohiga kirib borganimizda "Assalomu alaykum ustoz" deb talabalarimiz, o'quvchilarimiz kelib "Assalomu alaykum" deb kulib qarshi olishganda yoki dars jarayonlarida "Ustoz, bilasizmi, biz bugun rosa ham qiziqarli dars o'tdik, ko'p narsalarni o'rgandik" deyishganda, o'zimni oldimga qo'ygan maqsadimga erishdim deb o'ylayman. Bu juda ham ajoyib. Demak, bizni tomosha qilayotgan juda ham ko'p nuroniy, kayvoniy onaxonlarimiz bor. Mana nabiralariga sizlarning gapingiz, sizni dildan chiqqan duolaringiz qay darajada ta'sir qilayotganini ko'ryapsiz azizlar. Va buning uchun mana shunday nuroniylarimizga har doim ta'zim qilamiz, rahmat deymiz. Va aslida sizga bayramingiz bo'lgani uchun ham ko'proq suhbatlashishimiz keladi. O'qituvchilar bilan dildan mazza qilib gaplashish mumkin. Chunki ular shunaqa bir samimiy, ziyo tarqatuvchi insonlar bo'lishadi. Bir xil savolni e'tibor berayotgan bo'lsangiz, har xil yo'nalishda beryapman. O'zi hozir Muazzam opa, ular bir kishi-ku, biz ikki kishi. Balki o'quvchilar deb o'ylayotgan. Mayli. Nima bo'lgan taqdirda ham Muazzam kelgusida, umuman hozir ham va hayotda insonni katta maqsadi bo'ladi. Shu sohada mana shu darajaga erishaman degan. Sizni haqiqiy qalbingizdagi o'sha eng yuqori darajadagi ustoz obrazi, ustoz timsoli siz uchun qanday va siz o'shanga qanday ketyapsiz? Qanday ustoz bo'lmoqchisiz demoqchiman. Umumiy olganda siz uchun ustoz kim? Men uchun ustoz nafaqat ilm olishda, balki hayot yo'lida ham qandaydir qiyinchiliklarga duch kelsangiz yoki nima qilishni bilmay to'xtab qolgan paytingizda yo'l ko'rsata oladigan inson eng yaxshi ustoz hisoblanadi. Ya'ni ustozlar, bilasizmi, bilim bera olishi mumkin va motivatsiya berishi mumkin, ya'ni ruhlantirishi mumkin va yetaklashi mumkin. Ustozlar nafaqat bilim berib, balki o'quvchilarini, talabalarini to'g'ri yo'lga yetaklay olsagina ko'zlangan maqsadga erishiladi va talabalarimni ham kelgusida erishadigan muvaffaqiyatlarni ko'rish albatta men uchun baxt hisoblanadi. O'zim ham hozirgi kunda shogirdman va ustozlarimizni, ilmiy rahbarimizni ishonchlarini oqlaymiz degan umiddaman. Juda ham go'zal niyat bildirdilar o'sha talabalarimga. Nafaqat bilim berish, ta'lim berish, tarbiya berish, shu bilan birga yetaklash, ularga motivatsiya berish. Siz ayni paytda ingliz tilini juda ham yaxshi bilasiz. Kelgusida biz sizga xalqaro darajadagi o'qituvchi, mutaxassis bo'lishingizni tilab qolamiz. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Kelganingiz uchun rahmat aytamiz. Yana bir kara bayram bilan tabriklab qolamiz va o'ylaymanki, menimcha sizni oilangiz ham bu hozir jonli efirimizni kuzatib turibdilar. Biz ham oila a'zolaringizni ham bayram bilan tabriklab qolamiz. Mabodo eshitmasa, albatta bizning nomimizdan tabrikimizni yetkazib qo'yasiz. Albatta, shu o'rinda Muazzam yana bir sizga imkoniyat bermoqchimiz. Aynan jonli efir sizni mana shu ilmiy ishlarni olib borishingizda, xotirjam holatda ma'lum bir faoliyatda yutuqlarga erishishingizda oila a'zolaringizning o'rni katta. Ular juda ham qo'llab-quvvatlashadi. Marhamat, qalbingizdagi, yuragingizdagi gaplarni, mehr muhabbatga to'la so'zlaringizni efir orqali bildirishingiz mumkin. Rahmat kattakon. Albatta, avvalambor oiladagi ota-onamga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Meni ushbu darajaga yetaklagan, shu darajaga yetishda
o'zlarini ruhan qo'llab-quvvatlagan, ma'nan qo'llab-quvvatlagan hamda har qanday qiyinchiliklarga uchraganimda qo'llab-quvvatlab, qizim sen albatta uddalaysan, biz senga ishonamiz deb ruhlantirishgan ota-onamga, shu singillarim hamda ustozlarimizga bayramlari bilan tabriklayman, kattakon rahmat aytaman. Shu darajaga kelib, shu yerga kelgunimgacha albatta ularning hissalari katta va ulardan minnatdorman juda ham va kelayotgan bayramlari bilan tabriklayman.